Mana shu yerdan chapga burilamiz hozir. Mashinamiz, mana shu yerdan chapga burilamiz. Mana qaranglar. Qurol mumkin emas, foto mumkin emas, sigaret mumkin emas va kat mumkin emas. Bu yerda Jibutidagi ko'pgina joylarda mana shunday katni ham mumkin emas deb, chaynab yurish mumkin emas deb taqiqlab qo'ygan ko'p joylarda. Darvozadan kirishimiz bilan sirazi to'lovga dedi. To'lov qilishga ketyapmiz. Mana kassasi. To'lov qilamiz. Ura, to'lov qilamiz. Baribir 22 ming to'laydigan bo'ldik. Qayta hisoblaymiz. Biz puli 1.560 million. Azbek aka oxiri shu darajaga yetdi. To'lovlardan maza qilib kayf qiladigan bo'lib ketdi. Yana bormi? Yana to'lov qilay, yana hozirroq qayergadir. Yana qayergadir to'lov qilay. To'lov qilmasam o'zim yomon his qilyapman. Jibutiga marhamat. Shunaqa. Welcome to Djibouti. Bir bola Vallomat xo'ja degan bitta odamni muborak imzolari qolib ketibdi. Mashinaning hujjatlarini ichida. Hozir Azbek boyagi bolalar bilan birgalikda rasmga debdim. Kalamam ishlamay qoldi-da. Nima deyapman o'zi? Qaytib ketdim. Muborak imzolarni qo'ydirgani ketishdi. Shunda boshim og'rib qoldi. Hozir qo'ydirib kelsinchi imzosini, keyin ko'ramiz-da.